33, 34, 35-savollar. Xo'p, topshiriqlarga mos keluvchi javob variantlarini A dan F gacha tanlang deyapti. Xo'p, savolni o'qib olamiz. 400 gram 10,6% natriy karbonat eritmasiga 10% nitrat kislota eritmasi tomchilatib quyildi. Keyin eritmaga azot dioksid yuturilganda 0,4 mol gidrokarbonat saqlagan eritma hosil bo'ldi. Undagi barcha tuzning massa yig'indisi 65,2 gram. Hosil bo'lgan eritmaga 41,7 gram bariy gidrid qo'shildi. Savollar. 33-savol. Oxirgi eritmadagi natriy gidroksid molini aniqlang. 34-savol. Oxirgi eritmadagi natriy karbonat miqdori molini aniqlang. 35-savol. Oxirgi eritma massasini aniqlang. Hisoblang. Xo'p. Reaksiyalar yozib chiqamiz. Natriy karbonat eritmasiga tomchilatib nitrat kislota quyilsa, natriy gidrokarbonat va natriy nitrat hosil bo'ladi. Endi keyin eritmaga azot dioksid yuturildi deyapti. Azot dioksid yuturildi degani azot to'roksidi eritmaga yuturilsa, eritma tarkibidagi suv bilan reaksiyaga kirishib, nitrat kislota bilan nitrit kislotani hosil qiladi. 2 mol. Eritma yana reaksiya davom etadi. Ya'ni natriy karbonat yana o'sha hosil bo'lgan nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishadi. Natriy gidrokarbonat bilan natriy nitrat hosil bo'ladi. Xo'p. Shu joyda 0,4 mol gidrokarbonat saqlagan eritma hosil bo'ldi. Umumiy natriy gidrokarbonatlarida mol yig'indisi 0,4 mol ekan. Bizda berilgan 400 gram 10,6% natriy karbonat eritmasi. Bu degani 10,6 ni 4 ga ko'paytirsak 42,4 gram. Endi natriy karbonat 106 bo'lgani uchun bo'lib olsak, molar massasiga 0,4 mol natriy karbonat bo'lgan dastlab. Endi hosil bo'lgan eritmadagi barcha tuzlar massasi o'sha 65,2 gram. Hosil bo'lgan eritmaga 41,7 gram bariy gidrid qo'shildi. Endi eritmaga bariy gidrid qo'shilsa, eritmadagi suv bilan reaksiyaga kirishib, bariy gidroksidni hosil qiladi. Vodorod ajralib chiqadi. Endi 139 gram bariy gidrid reaksiyaga kirishganda 1 mol bariy gidroksid 4 gram vodorod ajralib chiqadi. Hop, bizdagi 41,7 ta qancha desak, 0,3 mol bariy gidroksid hosil bo'ladi. 1,2 gram vodorod chiqib ketadi. Endi hosil bo'lgan bariy gidroksid natriy gidrokarbonat bilan reaksiyaga kirishadi. Natijada bariy karbonat bilan natriy karbonat hosil bo'ladi. Suv ajralib chiqadi. Xo'p, shunda natriy gidrokarbonat 0,4 mol, bariy gidroksid 0,3 mol. Bizda 2 mol natriy gidrokarbonatga 1 mol bariy gidroksid ketyapti. Demak, bizda natriy gidrokarbonat kam bo'lar ekan, shundan ketamiz. 2 mol natriy gidrokarbonatga 1 mol bariy gidroksid ketsa, 197 gram cho'kma tushadi. 1 mol natriy karbonat hosil bo'ladi. 0,4 molida qancha deydigan bo'lsak, bu yerda 0,2 mol sarflandi bariy gidroksid. 39,4 gram cho'kma tushadi.
0,2 mol natriy karbonat hosil bo'ladi. Bizda umumiy bariy gidroksidimiz 0,3 mol edi. 0,3 mol bariy gidroksiddan 0,2 mol sarflanganini ayirsak, 0,1 moli ortib qolyapti. Shunda ortib qolgan bariy gidroksidi yana reaksiyaga kirishadi natriy karbonat bilan, ya'ni reaksiyada hosil bo'lgan natriy karbonat bilan. Natijada bariy karbonat cho'kma tushadi. Natriy gidroksidi hosil bo'ladi. Endi 1 mol bariy gidroksidga 1 mol natriy karbonat sarflanadi. 197 gram natijada bariy karbonat cho'kma tushadi. 2 mol natriy gidroksid hosil bo'ladi. Bizdagi ortib qolgan 0,1 mol, ya'ni bariy gidroksid reaksiyaga kirishganda qanday bo'ladi desak, 0,1 mol natriy karbonati sarflanadi. 19,7 gram bariy karbonat cho'kma tushadi va 0,2 mol natriy gidroksid hosil bo'ladi. Bizda 33-savolda natriy gidroksidning molini so'ragan. 33 ga B to'g'ri kelar ekan. 0,2 mol chiqdi. 34-savol. Oxirgi eritmadagi natriy karbonat miqdorini aniqlang. Xo'p, oxirgi eritmadagi natriy karbonat miqdori. Bizda reaksiya natijasida 0,2 mol natriy karbonat hosil bo'lgan edi. Endi undan 0,1 moli bariy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib ketyapti. Shunda 0,2 dan ayirib olsak buni, oxirgi eritmada 0,1 mol natriy karbonat bo'ladi. Demak, 34-savolning javobi A javobi bo'lar ekan. 34. Endi bizdan so'rayapti oxirgi eritmaning massasi. Oxirgi eritmaning massasi qanday topiladi? 400 gram natriy karbonat eritmasi bor edi dastlab. Plus unga 41,7 gram qo'shilyapti bariy gidrid. Bundan minus cho'kmaga tushgan bariy karbonat 39,4. Minus cho'kmaga tushgan yana bariy karbonat 19,7. Minus chiqayotgan vodorod 1,2. Shuni hisoblasak, hop. Plus 1,7 9,4 9,7 381,4 chiqyapti. Endi 381,4 ga plus yana qanchadir 10% nitrat kislota eritmasi plus azot peroksidi bir qanchaligini topib bo'lmayapti. Shunda oxirgi eritmaning massasi noma'lumligicha qolyapti. To'g'ri javob F deb berilibdi. 458,2. Lekin bunday chiqmayapti.